Sen arı, sen arı ar. Köngül bersem qarana. Bu degan bilan köngül bersem de bilan baş 5-chi tarini chekiga vaqtimizda biraqlam naqshga kirmiz degan gap. Bosh naqshniki ki o'ng qo'l qanday chalamiz, sol qo'l qasqas akkorddan ishlatamiz, o'ng sol qo'lni birlashtirib, eg'izlik naqshni qanday birlashtiramiz va eng tafsilida sizga yutib qo'yib bir ta yurakni saqlash o'rgangan bo'lsin, rahmat. O'ng qo'l mesh qilganda ritmli holatda i ar san si fu san ar yi san ar yi ar si san ar yi san ar yi ar liu san ar yi san ar yi ar fu san ar yi san ar yi ar. O'ng qo'l mashqa takror mashqlandirsiz. Sol qo'l shiltig'i akkordini men ustiga guruhlab yozib qo'ydim. Ostidagi tekstini su qaragan bo'lsak, ko'ngil bersam degan ko'ngil degan ustida em deb yozilgan. Shirinken deganda if deb yozilgan. Qayga kelganda qaysi akkorddan ishlatganmiz, meni chog'imni ko'rib shu bo'yicha tushunasiz bo'ldi. Biz o'ng qo'l chizishni bilib oldik, sol qo'l akkordlarni bilib oldik. Endi biz o'ng qo'l bilan sol qo'lni moslashtirib, akkordni almashtirib turib, eg'izimizni sanoqni qo'shib ritmlik mashq qilib boqaylik. Masalan, i ar san si sen ar yi sen ar yi ar liu sen ar yi sen ar yi ar si sen ar yi sen ar yi ar fu sen ar yi sen ar yi ar. Bu bo'yicha takror mashq qiling. Endi biz hozir mashq qilgan eg'izimiz sanoqni naqshga almashtirib, naqshni yetib mashq qilib boqaylik. 0 seviyadan boshlab gitar chalishni o'rganganlar jangizda o'ltirib o'rganadigan undar tor darsini tuzib qo'ydim. Ishkanish o'zing mustaqil gitar chalib naqsh chaladigan seviyaga ekib qo'yma. Qiziqadigan undar nomerim 132 79 97 07 28 undar qo'shing. Telefon nomer qo'shilmay qolsa, ustidagi pininch xatni birisi undar qo'ysangiz bo'ldi. Gitar setib olganlarni men bilan aloqalashsanglar bo'ldi. Undan so'ng naqsh o'rganib boqinglar. 1 2 3 4 sen ar yi sen ar yi ar. Ko'ngil bersam shirinken. Ko'ngil tushsa qiynarken. Ta ko'ngilning bilmagan vafosiz yar yonimdakan. Ko'ngil ey ko'ngil endi yo'qdir sana bu ko'ngil.